Endi tushunyapsizlarmi nimaga bitta ota 10 ta o'g'ilni qizni uylab joylagan? Chunki nima bor uning savdosida? Adolat bor edi. Aybini aytib sotar edi. Hozir aybini ayting-da mashinangizni. Qaraydi sizga. Joylanmi bu esa? Marta pistoleti almashgan mashinani, korobkani almashtirganmiz. Sanlikdan yog' qo'yadi, tutaydi mashina. Ko'ryapsizlarmi, qaysi darajada bo'lib ketdik biz? Tushundinglar-a, birodarlar? O'tgan darsimizning xulosasi shu edi. Sotayotgan molingizni aybi bor bo'lsa, siz o'zingiz aytib inay soting, bo'lmasam halol bo'lmaydi. So'ramadida, so'ramasa ham ayting. Endi bir savdoga guvoh bo'ldingiz, sotilayotgan molda aybini bilasiz. Sotayotgan odam aytmayapti aybini. Sotib olayotgan odam so'ramayapti. Lekin siz bilasizmi? Aytmasangiz shu gunohga siz ham sheriksiz.